sizlarga bugun qish sovuq kunlarida bahorni eslash uchun ko'k somsa tayyorlaymiz. Ko'k somsalarimiz uchun oddiygina xamir qorib olamiz. Suv, tuz, ozgina yog' yoki margarin solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Mana xamirimizni o'rtacha qattiqlikda qorib olib, uni ustini yopib, dam oldirgani qo'yib qo'yamiz. Yana 15-20 minutda 2-3 martalab ushlab qo'yamiz. Nachinkamiz uchun albatta bizga piyoz, mazali va foydali ismaloq kerak bo'ladi. Piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Piyozlarimizni mayda qilib to'g'rab olib, uni ozgina qo'llarimiz bilan yumshoq va tez pishish uchun ezib olamiz. Ismaloqlarimizni ham to'g'rab olamiz. Endi to'g'rab olgan ismalog'imizga ta'biga ko'ra tuz va yog' solib olamiz. Yog'ni xohlovchilar qizdirib olishi mumkin. Men qizdirmadim. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Kimga qanaqa qulay, men qo'llarim bilan aralashtiraman. Nachinkamiz tayyor. Endi xamir yoyishga o'tamiz. Xamirimizni iloji boricha yupqaroq qilib yoyib olamiz. Yoyib, kesib olgan xamirlarimizga nachinkalar to'ldirib solib, somsalarga tugib olamiz. Mana ularni bir-biriga yopishtirib, teshiklarni yopib, to'rtburchak shakl berib olamiz. Qo'ygan somsalarimiz ustiga tuxum surib chiqamiz. Bunda menga qizim yordam beryapti. Mana somsalarimiz chiroyli bo'lib pishib chiqdi.